obunachining izohi. Iso aytganki, undan keyin muqaddas ruh keladi. Bu payg'ambar Muhammad. Ruh faqat yaratilgan mavjudotlarda bo'ladi, odamlardek. Aslida esa ruh Jabroildir. Do'stim, agar siz muqaddas kitobni diqqat bilan o'qisangiz, kimligini oson tushunasiz. Xudo ruhdir va u ruhlarning otasidir. Muqaddas ruh esa bu yaratuvchi Xudoning ruhidir. Shuningdek farishtalar bor. Yana gunohga qulagan farishtalar, ya'ni shayton hamda yovuz ruhlar bor. Farishtalar xizmatchi ruhlardir. Yana inson ruhi va jonzotlarning ruhi ham mavjud. Ular orasidagi farq Xudo, odam va hayvon orasidagi farqdek katta. Shu sababli muqaddas ruhni farishta yoki inson deb atash gunoh va shakkoklikdir. Injil shunday deydi: kim muqaddas ruhga qarshi gapirsa, bu dunyoda ham, u dunyoda ham kechirilmaydi. Matta 12:32. Sizga muqaddas ruh kerak. Chunki faqat ruhdan tug'ilgan odam jannatga kira oladi. Shuning uchun Xudodan haqiqatni ochishni so'rang. Izoh qoldiring, like bosing, ulashing va obuna bo'ling, toki ko'proq odamlar muqaddas ruh haqidagi haqiqatni bilishsin.